Assalomu alaykum hurmatli podpисчикlarimiz. Bizga hozir ajoyib bitta kecha Lacetti'ga barter qilgan Nexus 2miz tayyor bo'ldi. Himchiska hamma narsasini mo'ykalarigacha qildirib qo'ydik. Hozir 4 ta kalpak toqib qo'yamiz. Mashina lekin ideal holatda akalar, mashinani ko'ringlar. 2900 zo'ridan minaman degan akalar uchun kraskasi akalar mana shu ustida kapot krelani ustida yuzak bor, lekin old orqa pechat 4 tala yonib pechat mashina akalar. Olib maza qilib miksalaring bo'laveradi. Mashinani qaranglar, yaltirab chiroyli bo'lib turibdi akalar. Mashinamiz 2009-yil Sonos Scrambler super konditsioner bo'ladi. Lekin konditsionerni bitta ko'rsatib o'rasizlar akalar. Mashinaning salonlarini ko'ryapsizlar. Salonlar yaxshi holatda. Hozir bitta yangi chexol toqib qo'yamiz, xudo xolisa. Mashina ideal holatda akalar. Olib maza qilib miksalaring bo'laveradi. Motorlarni ham bitta ko'rsatib o'tib ketamiz akalar. Motorlarni ham bitta ko'ringlar. Olib maza qilib miksalaring bo'laveradi akalar. Ustunlarigacha o'ziniki mashina pechat 2009-yil yurgan akalar 3 ko'rikka borib qolgan, 3 ko'rikdan o'tib qolgan. 4 ta bilan yaxshi holatda kalpaklarni qo'yib qo'yamiz. Hujjatlar akalar, endi sanadan keyin oldi sotdi любой hujjat bo'ladi akalar. Bemalol mana shu telefonlarga aloqaga chiqib baraka qilib olsalaring bo'laveradi akalar. Pulini akalar $3000 deyapmiz. Xudo xolisa sunnatiga o'tib beramiz akalar. Bemalol aloqaga chiqib aniq qilsalaring bo'laveradi. Xo'p, yetmaganda bank ham qilib beraveramiz. Barterga ham любой mashina olib qo'yamiz akalar. Bunaqa eng arzoni bunaqa variantlar akalar, faqat Popopda eng arzon kanalda bo'ladi akalar. Hammaga rahmat. Salomat bo'ling.